Yaxşımısınlar bütün dünyadaki Uygur qarindoshlarım. Uzak oldu sözlemegen edim. Lekin bugün üzümden koygan bir tushini bütün Uygur qarindoshlarımızga so'zlab bermoqchiman. Bugün shundoq bir tush ko'ryapman. Tushimda bir ana, bir Uygur ana hem kuchaqdagi bolasi bilan birlikda yo'g'on bir beshikda ta'virtilgandik. O anını beshikka qo'yib ta'virtib, tegida o't yoqiliq, ya'ni ateş yanıqliq. Bütün atrofidagi Uyg'urlar bor. Hammasi bir ish qilayotgandek, ammo hech biri o o'tni o'chirish uchun harakat qilmoqliq. Hatto shu o't kuyayotgan kishininki oyil tavobati shuni ustida bor ekan. Şunu bilan men berib degidekman. Nima uchun bu ayolni beshikka bo'lib bolasi bilan birga tegida o't yoqsinlar degidekman. Yaqinlardan biri degidek, biz bu ayolni davolayapmiz. Mayında bir ayol bor, dağxanga o'xshaydigan, yana bir jin kechdi ekan-da. Bu bo'lib o'qiyotdi degidek. Men degidekman. Ya bir adamni beshikka selib, tegidan o't yoqib, uni o'qiganning nimaga foydasi bo'lar? Avval buni o'tdan qutqizinglar. Andin uning kesiri bo'lsa davolashga harakat qilinglar degidekman. Davolasam hemen o't ketibdi. Tegidagi o't beshikka tutishib, o't yanib ketibdi. Shu yerdan belki şu ayol bolaning onasi bo'lishi mumkin. Beshikdagi onaning onasi yani. Bu vaqtning cho'ng onasi. U bir yandan tutqidek, men bir yandan tutqidekman. Biz o ayol bolalarni beshikdan elib, o'tdan qutqazgandekmiz. O'tdan qutqazgandan keyin shu yerda hamma odam o'tdan qochqadek, hamma tarafga taqab ketibdi. Faqat u yerda men qog'idekman, bir qarindoshim qog'idek. O'tda yonganlar bor. Qarasak, o ayolni o'tga yoqqanlar ko'rinishda uning g'alaq o'qiyotgan bir ayoldek amaliyotda butparast ekan. Butqi cho'qinadi ekan. Şunu bilan men degidekman, men bir qarindoshimga degidekman. Deptimanki biz bu butlarni chiqib o'taylik. Chiqib kun bitaylik. Chunki biz bularni yerini ko'p tatdik degidekman. Shu yerdan butni og'idekmiz, parchalab, yo'g'on butlar o'g'achqa, bütün ko'tagal o'mlig'achqa. Bir o'rik tashlab kumayotgandekmiz. Toza kumayotgan vaqtimizda mushu davlatning saqchisi kelib menga degidek. Sen nima uchun yana bunda qishlarga aralashsan dedik. Men degidekman. Ya bir ayol, bir ana quchoqdagi buvoq bilan birga o't kuyayotsa, men uni qarab turibman dedik. Hammadan qarab turibdi. Sening bilan majburiyatingmi dedik. Hamma odam qarab turmagan bo'lsa edi, men qutqizdiganlar bor degan bo'ladi. Ammo hammadan qarab turganlik uchun amal yo'q. Men shu ayol bolani qutqizishga harakat qildim degidekman. Şunun bilan degidek 8 oylik bana qamoq jazosi bergandik. Saqchi. 8 oylik qamoq jazosini bir oq qog'oz bergandik. Qog'ozning ichida shu yozig'liq hamda. Ham degidek, sen buni uyingning ustiga as. Uni tutqanma. Buni lekin hargiz hech kimga ega chiqma, hech kimni qutqizma, o'zingni bil dedik. Ko'zining ichiga qarag'idekman. Shu holatda uyg'onib ketdikman. Bu tushning ta'birini bilmadim. Her kadar tushning bir ta'biri bo'ldi albatta. Bunun tushning ta'birini berdik. İnşallah belki etrafımızdan chiqib qoladi dedim. Hem bu tushimizni anglab, qarindoshlar bir nimani bilib qoladi dedim. Odatdagi burunqidek tushlarim bo'lsa demagan bo'ladi. Buningdan keyinmi hayotimga tug'ilib bugungacha ko'rgan intoyin muhim tushlarim bor. Tushlarim nima bo'lsa-mu bütün xalqim bilan o'rtoqlashaman. Bütün dunyodagi bütün qarindoshlarimiz, bütün Uyg'urlarimiz o'zinglar yaxshi asranglar. Tirishinglar, birlashinglar. Bir niyat, bir maqsadda qo'lingizdan ketgan har qanday narsani qaytarib olaylik va qaytarib beringlar. Beshikda onalarimizningki, bolalarimizningki faqat bollarning emas, onalarningmi, dadalarningmi birga ta'virtilanayotganligini, tegimizga o't yiqilib, o'zimizning oldinayotganligini his qilaylik qarindoshlar. Uyg'onib ketaylik. Abduxoliq Uyg'urningki
Ana şu zamanlarda belki bu oldu 70 80 100 yıl Oygan degen şiir neme üçün yazdı degenini oylanаңlar. Neme üçün başka şiir yazımı degenini oylanаңlar. Yakında bunu kırındaşlar bilen değişip kaldık. Oygan degen şiirini bugün okusak, xuddi bugünkü cemiyetimizlik Uygurlarga yazgandeklar. Şu sebepten deydiğim kırındaşlar, oyganыңlar, oygan gallani, şık temen, solu temen demey, senin birlikte oyganıp, birlikte hareket kılыңlar. Hemmeňle rahmet.